Assalomu alaykum do'stlar, Starcraft Clash kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan o'zimning akkauntimni obzorini ko'rsatib o'taman va akkauntimizni ozgina 1.5 ta kristalimiz bilan ozgina akkauntimizni ham kuchaytirib o'tamiz. Do'stlar, Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'ling va shu YouTube kanalimizga obuna bo'lib, shu videoga bir dona like bosib qo'ying. Unda biz birinchi ratushadan boshlaymiz. Bizani ratushamiz hozirda 12 3 yulduzda turibdi, ko'rishlaringiz mumkin. Xo'sh, bu yerda eliksirlar ham ko'rishlaringiz mumkin. Bundan 5 ta bor ekan. Bundan Ziotus bilan 7 ta, keyingisi esa bundan 1 dona, bundan 5 ta, bundan esa 4 ta, kitobdan esa 2 ta bor ekan va tangacha to'ldiradigandan bitta bor ekan. Xo'sh, keyingisini o'tamiz. Bu yerda giroylarga o'tamiz. Giroylarning skillarini ko'rib o'tamiz. Golem King giroyimizga esa 2 dona skin bor ekan. Mana 2 ta skin bor ekan va o'g'lining skin bor ekan. Keyingisiga o'tsak, Sharatiga kamochiga esa bitta skin bor ekan. Bunda skin yo'q. Trendwayerda esa skin bor ekan. Xo'sh, levellarni ko'rishlaringiz mumkin. 44, 44, 30, 13 levellari bor ekan. Xo'sh, hali 5-inchisi ochilmagan Royal Champion degan ochilmagan nayzachi bu 7-levelga ochilgan ekan. Xo'sh, bu yerda keladigan bo'lsak, biza uje kamochilarni 12-darajaga full qilib chiqargan. Biza kamochilarni lazerlarni hali bittadan adashmasam leveli bor, bitta ikkitadan. Xo'sh, bunga keladigan bo'lsak, ko'rishlaringiz mumkin. Darajalarni har bitta giroylar uchun 10-darajadan yuqori ko'tarib borganmiz. Xo'sh, buni ham kuchaytirish kerak. Bularni ham ko'rishlaringiz mumkin, 5-darajaga hali bular ko'tarilmagan. Xo'sh, salotlar esa 9-darajaga turibdi. Chaqmoqlar ham 9-daraja va banklar esa 13-levelda turibdi. Bular ham 12-levelda turgan ekan. Hozirda ustalar bolalar videoga chiqib qolibdi. Ko'rmay qolaman. Kristalimizni ham ancha ishlatib qo'ydik. Ustalarimizni banklarni 13-darajaga ko'tarib qo'ydik. Bu banklarni ham 13-darajaga va mana bularni ham 12-darajaga yaxshi darajaga ko'tarib qo'ydik. Endi bu yerda biz qaysini ko'taraman desangizlar, bu yerda bularni ko'taramiz. Ko'tarib chiqamiz. Maksimal darajagacha ko'tarib chiqamiz. Voy, bizda kristal yetmay qoldi. Bularni boshqa ko'tarib bo'lmaydi, full darajaga ko'tarib qo'ydik. Yana bulardan 3 ta bor. Kristalimiz bitta yetadi. Olmadi. Hozirgina internet ishlaymiz bolalar. Jangga o'tamiz. Atakaga bazalar ham normal chiqmayapti, tangalik bazalardan. Do'stlar, Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib, shu videoga like bosib qo'yishni unutmang. Kommentariyaga va yana shunaqa videolar kerak bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yamiz.
Mana bular 1 milliondan zo'r tangacha. Mana shu bazani uramiz. Atakaga birinchi saliblarni yo'q qilamiz. Bizga kamonchi kerak. Mana kamon tashladik. Va bu yerdan ham tashlab yubordik. Giroyni kuchaytiradi hozirchalik. Ishqariqgacha kirishni kutamiz ozgina. Mana giroyimiz ham ichkarigacha kirdi. Endi shuni bosib yuboramiz. To'g'ri, uyga kirishga yo'l ketdi. Uyni yurish kerak. Giroylarimiz o'lib qo'yishdi, uchalasi ham o'ldi. Mana shunaqa darajaga ko'tarib chiqamiz va bularni ko'tarib chiqamiz hozir. Darajaning oxirgisiga vaziyatdan chiqildi. Do'stlar, videomiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'lib, shu videoga like bosib qo'yishingizni unutmang.